Xo'p, mana ko'rib turganingizda, bu yerda biz ishlarni boshlab yubordik. Bu yerda qilib o'tadigan ishlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu yerda biz polifilm sistemalarini qo'yib beramiz. Yerlari burchatkadan 20 sm past ekan, 20 kuba turpa solib, yerlarni tekislab, dekorativ archalarni ekib, 170 kvadrat metr tayyor rulon gazon yotqizib beramiz. Poliflarni boshlab yubordik. Har doimgidek akkuratni qilib salafalla solib, turpa yoyishni boshladik. Mana poliyamizga kelib, gazonni kesishni boshladik. Gazonni sifati har doimgidek chiroyli chiqyapti. Gazonni yuklashni boshladik. Obyektimizga ham kelib oldik. Gazonlarni bolalarimiz tushirishyapti. Mana kelganimizcha bolalarimiz kecha daraxtlarni kesib, polifilm sistemalarni o'rnatib, mana ko'rasizlarmi, yerlarni tekis qilib tayyorlab qo'yishgan. Juda ham chiroyli qilib. Endi hozir biz gazonlarni tushirib, manzaraga daraxtlarimiz kelgan, ularni ekib, gazon yotqizishni boshlaymiz. Mana poliflarni o'rnatib, yerlarni tekislab, gazon yotqizishni boshlaymiz. Undan oldin biz manzarali daraxtlarni ekib olamiz. Shamshod ko'chatlar kelgan, mana joylarni belgilab oldik. Golboy yel kelgan, Aglonda kelgan. Yana manzarali ko'chatlarimiz kelgan. Ularni mana joylashtirib ekishni boshladik. Bularni ekib bo'lgandan keyin gazonimiz ham kelgan. Tayyor bo'lgan gazon yotqizishni boshlaymiz. Polifilm sistemalarini o'rnatib bo'ldik. 20 kuba turpa solib, manzarali daraxtlarni ekib, gazon yotqizishni boshlaymiz. Yerni tayyorlab, ko'chatlarni ekib, gazon yotqizishni boshladik. Mana bu obyektimiz ham bitta, egalariga chiroyli holda topshiramiz.